ila al-oyat. Suralarning oyatga taqsim qilinishligi va o'sha taqsim qilinishligidagi emas oyatlardagi yalg'iz uslub. Tingiy uslub. لقد جرت سنة الله تعالى في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات. فتحقيق جاري bo'lgan Alloh taoloning odati, ya'ni sunnati joriy bo'lgan juda ko'p suralarda buni oyatlarga taqsim qilishgan. Ya'ni hamma sura oyatga taqsim qilingan. Kama kanu taqsimuna al-qasaid ila al-abyad. Go'yo qasidalarni baytlarga bo'linadi. Masalan, ikkita bitta bayt bo'ladi. 2 misra o'tib bayt bo'ladi. Masalan, o'z ishida bitta vaqasini aytadi. 2 misra o'tib yub qoladi. 2 misra bitta qasidalarni baytga bo'lishardi. Qasida birovni hajm qilishlik uchun, yoki birovni nima qilishlik uchun yozilgan nima? Maqtov uchun yoki hajm qilishlik uchun yozilgan she'rlar. Birinchi bilan ikkinchi misrasi bir xil bo'ladi. Qolgan hammasi oxir bitib ketaveradi. Masalan, qasida bizlar boshida keladi. Amin tazakkuri jironin bizi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami. Ikkovi bittada mi bilan tugadi bor. Amin tazakkuri jironin bizi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami. Am habbati rih min tilqai kazima wa awmaz al-barq fi zalma min izami. Bul keyingi bo'ladi. Birinchi ikkinchi bitta bo'ladi. Keyin uchinchisi boshqacha bo'lib, to'rtinchisi oxirgi hammasi nima ketaveradi. Lekin keyingilardagi avvalgi misra boshqacha bo'ladi. Nima bilan tugamaydi. Birinchi, ikkinchisi nima bilan tugadi, qolgan hammasi oxir nima bilan tugaydi. O'sha qasida bo'ladi. Qasidalarning baytga bo'lganga o'xshagan oyatlar ham, suralar ham oyatlarga bo'lingan. Al-farq bayna al-oyat va al-abyad. Lekin oyat bilan abyadda farq bor lekin. Bayt hammasi vaqt bir xil bo'lib ketaveradi. Oyat bas uzun taskarda وغاية ما يقال في الفرق بينهما يكون o'rtasidagi farqni aytilgandagi g'oyat. Ya'ni oxirgi gap shuki, anna kullu minhuma nashoid. Ikkovi ham nashida bo'ladi. Nashoiddan murod nima desa, ikkovi ham nashida. U mazmun kalam jiski rang osananing separa. Uni nima bilan deydi, tarannum bilan o'qiladigan nazmli kalomda aytiladi. To'g'ri o'qimaydi hech kim. Ozgina o'zida qandaydir bir tarannum paydo qiladi-da. Ohang bilan o'qiladigan nazmli narsa. Vaznli narsani otini nashoid. Anna kullu minhuma nashoid. Ikkovi ham shunday. Abiyotam, oyatam nashoid. Ya'ni tarannum bilan o'qiladigan narsa. Allati tunshadu qaytikin o'qiladi liltizati nafsil mutakallim va sami'i. Buni gapirguvchini ham, eshitguvchini ham nafsi lazzatlanishi uchun o'qiladi. Odam o'zi ham o'qimasa qiladi, boshqa eshitgan ham maza qiladi. Shu maqsadda o'qiladigan narsa. Illa anna al-abyad muqayyadatun bil aruzi wal qawafi. Illa abyadlar qaydlanib qo'yilgan, ular chegaralanib qo'yilgan aruz bilan qofiya bilan. Endi she'rda aruzi bor edi, vazni bor. Qofiyasi bor unda. Allati dawwanaha al-Khalil ibn Ahmad. U aruz vaznlarini, she'r vaznlarini hammasini Khalil ibn Ahmad tadvin qilgan. Ta'sif qilgan o'sha boshlab berganda. Va talaqaha minhu ash-shu'ara. Undan o'sha vaznlarni, qofiyalarini shoirlar o'rgangan keyin. Khalil ibn Ahmad birinchi shuni muassis bo'lgan, she'rga vazn chiqqan. 8 vazn. She'rlar yo vazn qo'yib chiqsa, keyin aruzga muvofiq bo'lgan bo'ladi shoirlar she'r. Va binol oyat alal vazni val qafiyat al ijmaliyayn. Ammo oyat bilan oyatlarda nimasi binosi esa u Halil ibn Ahmad bergan aruz qofiyasi emas. Unda ham vazn bor, oyatda ham vazn bor, oyatda ham qofiya bor. Lekin ijmoli, mujmalganada endi. Rafa harf maharifiga to'g'ri kelish shart emas boshida. Vazn bor, unda ham qofiya bor, ijmoliga, mujmalganada moqchi, qisqachagina. Qisqacha aytganingizda, lekin hammasini oxir nun bilan tugayapti, hammasini oxir yo bilan tugayapti. Mana lekin aynan she'rda qanisi yo'q. Avval ijmoliy vazn. Xullas ana shuni ma'nosini ijmoliy vazn yoki ijmoliy qofiya deyapti-da. Atido demaydi, atido emasda. Prosta aytganda lekin bor, prosta demaydi, prosta aytganda qofiya nima, unda ham vazn bor lekin. Yushbihani amran tabiiyan. Ammo aytdagi o'sha oyatdagi qofiya bilan oyatdagi vazn ikkovi ham o'xshaydi, tabiiy bir ishga o'xshaydi. Takalluf bir atalab qilinmaganda u. U atalab qilsa she'r qoladi u deyapti. Ammo aytdi shunda qangi vazn bor, shunda qangi qofiya borki, tabiiy ishga o'xshaydi u.
tabiiy gap ko'rasiz, gap ustozotni gapirganini bilib turadi. Gap ustozot asli shoir vaqtiga soladi deb ketaveradi, lekin gapi oxir bir xilda bir chiroyli bir qofiya bilan tugab ketaveradi. La ala afoilil aruziyyin va tafailihim. U aruzchilarning afoili bilan tafoiliga o'xshamaydi demoqchi. Ya'ni ular afoil bilan tafoil aruzdagi vaznlarni aytadi. Afoil tafoil o'sha vazn, mufaala, tafoil vaznlar bor. Aruzchilarni, ya'ni aruz bu shoirlarda, hali aruz vazniga muvofiq qilib she'r yozadigan shoirlar. Bizdagi shoirlar barmoq vaznida she'r yozadi. Oldingi qatordagi 30 ta bo'lsa, keyingi 30 ta harf bo'lishi kerak. Ba'zi farqni bilmaydi, xato bilan vazni bilan. O'ldim senga, yondim senga, naqli kitoratda oxir ay bo'lib qolsa bo'ldi, oxir a bo'lib qolsa harfining soni 30 ta yo 31 ta, bitta ikkita harf farq qilishi mumkin, lekin 30 ta atrofida yozish kerak bular. Shu oxirigacha. O'sha bilan vazn deb o'ylaydi. Ammo arablardagi, forslarga, Alisher Navoiylarga aruz vaznida yozgan ular hammasi. Oldinda vazn qo'yib turib, o'sha vaznga solgan keyin nimalardi? Shoir. Demak, Qur'on bir ijmoliy qofiya, ijmoliy vazn bilan nima qilingan, nozil qilingan narsaki, u yushbihani amran tabiiyyan, tabiiy ishga o'xshaydi. Oddiy ishda la ala afoil aruzi va tafoil, aruzchilarning afoili bilan tafoiliga o'xshamaydi. Va qawafiyahum al-muayyan alladhi hi amrun sana'iy va istilahi. Ularning muayyan bir qofiyalariga o'xshamaydi Qur'on. Tayinlab qo'ygan qofiyasi bor. O'xshamaydi. Qaysi qofiya? Alladhi amrun sana'iy, sana'iy, ya'ni yasallangan ishda u. Sanoat bir istilohiy u. Istiloh, alohida istiloh bor, alohida sanoat qilingan, unga o'xshamaydi lekin. Al-amr al-mushtarak qofiya emas Qur'on. Al-amr al-mushtarak bayna al-oyat va al-abyat. Demak, oyat bilan abyat ikkovi bir-biriga o'xshamas ekan deydi. Qofiyasi borligida o'xshaydi, lekin 100% bir-biriga o'xshamaydi. Abyot bilan oyatlarning o'rtasida mushtarak bir ish bor. Ikkovida ham topiladigan ish bor. Nima desa, va ammo tanqihul amr al-mushtarak baynal oyat wal abyot, ammo oyat bilan abyotlarni, ya'ni baytlarning o'rtasidagi bir mushtarak ish haqida tanqih qiladigan, sen gapiradigan bo'lsangiz, va nu'abbiru zalika al-amr al-amma bin nashaidi. O'sha om ishiki, ya'ni o'sha om ishni, ya'ni ikkovida ham bor ishni biz nima deb ta'bir qildik, uni otni nashaid dedik. Va nu'abbiru zalika al-amra, o'sha ali ishni ikkovining o'rtasida bor mushtarak ishni, unda ham topiladi, bunda ham topiladigan bir ishni biz ta'bir berdik, aytdik, uni nima deb bin nashaid, nashaid deb aytdik. Tarannum bilan o'qiladigan nazm dedik. Summa zabtu tilka al-umur allati ultuzima biha fil ayat. Keyin keyin nima qilaman? Nashoid haqida gapiramiz. Summa zabtu tilka al-umur allati ultuzima biha fil ayat. Keyin shunday bir ishlarni zabit qilib beraman sizga. Bir joyga yig'ib qoida qilib beraman. Qaysi ishlariga ultuzima biha fil ayat. Oyatda o'sha narsani lozim tutilgan. Oyatda e'tibor berilgan ishlarni ham gapirib beraman. Va zalika bi manzilatil fasli. Bu fasl manzilasida. Fa kullu zalika yahtoj ila tafsil. Vallohu waliyut tawfiq. Fa kullu zalika yahtoj ila tafsil. Nima deb bo'ladi? Mantiqda jins bo'ladi, mantiqda fasl ham bo'ladi. Masalan, hayvon deganda hamma narsa kirib ketaveradi. Odam ham kiradi, eshak ham, odam, mol ham hammasi kirib ketaveradi-da. Keyin yo men sizdan odamni so'ramoqchiman desa, u hayvon deb turib, lekin gapiradigan hayvon deydi. Gapiradigan hayvon, aqlli hayvon deb qo'yadi. Hali gapiradigan degan gapni qo'shish bilan nimalar hammasi chiqib ketadi narigalarda. O'sha keyin oldingi narsa hayvon jins bo'ladi. Jins bo'ladi. Keyin hali gapni qo'shish bilan narigalar chiqib ketib, buni ajrab qoladi. O'shani aytibdiki, oyat bilan abyot ikkovini qo'shtirib bu nima desa, uni oti nashoid deydi. Yo'q, mana o'zim aytmoqchiman, oyat qanaqangi bu nashoid bu deydi. Yo'q, sen hayvon, odam qanaqangi hayvon bo'lsa, gapiradigan hayvon desa, yo bu oyat bunaqangi nashoid bo'ladi deb turib keyin gap qo'shdi. Va zalika bi manzilatil fasli. O'sha manzilai faslda o'sha ajratadi. O'sha ajratadigan narsasi nima? Oyatda, abyotda ajratadigan narsasi nima? O'shani ham gapirib beraman demoqchi-da. Nima bilan ajratadi? Summa zabtu tilkal umur allati ultuzima biha fil ayat. Oyatlarning ichida birinchi va nu'abbiru zalikal amr al-amma bin nashoid dedi. Ikkoviga ham mushtarak ishni nashoid dedim. Keyin orqasidan summa zabtu tilkal umur allati biha fil ultuzima biha fil ayat. Keyin haliga bir ishlarni ham gapiramanki, oyatlarda o'sha narsani lozim tutilgan. Oyatda bor, abyotda yo'q narsalarni ham gapirib beraman-da, va zalika bi manzilatil fasli. U faslga o'xshab qolar ekan.
ajratib beradigan. Hayvonun notiqun deganda gapiradigan hayvon deganda narilar ajrab ketganga o'xshagan. Fa kullu zalika yahtoj ila tafsil. Bu gaplarni hammasi tafsilot bilan gapirish kerak. Vallohu valiyut tawfiq. Demak shuni gapirib beraman. Tafsil hada al-ijma'. Va bo'ldi va tafsil hada al-ijma'. Mana shu mujmalga gapirdim. Ya'ni oyat bilan Qur'on, oyat bilan hadis nima? Nashoid tushunda. Keyin lekin oyatda o'zini bir sifatlari borki, haligi nimadan abiyotdan ajratib qo'yadi. O'shalar haqida mujmalga gapirdi. Endi shuni tafsilotni eshiting dedi. Anna fitrata salima. Insonda salomat fitrati. Salomat fitrat bo'lsa, bulg'anmagan bo'lsa, tudriku bi zawqiha, o'zini zavqi bilan. O'zini nima deydi? Aqli bilan, o'zini tafakkuri bilan idrok qilardi. Shil qasoidil mawzuna, vaznli qasidalarda. Birovga o'rgatmagan, lekin mavzuna qasoidlarda, vaznga tushgan qasidalarda muqaffat qofiyasi bor bo'lsa, val arojizur roiqatil jamila, roiqa go'zal, nihoyatda ajablanadigan arojiz she'rlarda, ash'or deganida. Val arojil ar-roiqatil jamil va amsali, u shunga o'xshagan gaplar edi. Nimani idrok qilarsa, halovatan va uzubatan, ya'ni azubatan, halovat bilan shirinlikni sezadi. Har qanday salomat tabiat bo'lsa, qofiyali narsani eshitganda hammasi ham lazzatlanaveradi. Biroq shu qofiyali narsani eshitganda lazzatlanganini o'rgatmagan. Tabiatan inson shunaqa deyapti-da. Fitratu salima nima qiladi? Tudriku bi zawqiha fil qasaid al mawzuna al muqaffat arajid al ra'iqa jamila va amsalha halawatan wa uzubatan. Halawat sezadi u. Va idha ta'ammala ahad fi sabab idrak tilka al halawa. Endi birorta odam ta'ammul qilib o'ylasa, birorta kishi mana shu halovatni idrok qilishligining sababi haqida idrok o'ylasa, nimaga bularni nima qilyapti, lazzatlanayotgan odam desa, nimani bilan vajada shuni topadiki, idrok qilgan anna nafsal muxotabni nafsi, ya'ni she'r eshitib turgan odamda tatazawwaqu lazzatan xossatan fil kalom, bir allazi yuwafiqu ba'zuhu ba'zan, ba'zisiga muvofiq kelgan gapda xos bir lazzatni sezadi. Tatazawwaqu lazzatan xossatan fil kalami allazi yuwafiqu ba'zuhu ba'zan. Ba'zisiga oxiri bir-biriga o'xshagan gapda xos bir lazzat sezadi, boshqa narsa topolmaydi bu lazzatni. Bu lazzat boshqacha bo'ladi. Va yaj'aluha muntazaran ila kalamin akhar mislihi. O'sha bir qator bir gapni eshitsa, bittasiga muvofiq bir gapni eshitsa, shu eshitishligi va yaj'aluha muntaziran halin muxotabni nafsini yaj'aluha deha nafsga boradi. Nafsul muxotabni nima qiladi eshitishligi? Muntaziran ila kalam oxir. Yana o'shunga o'xshagan ikkinchi bir gapga muntazir qilib qo'yadi. Yana bitta aytsa deydi shunaqa. Oxirchi yana nima deydigan shunga o'xshaganda o'tiraveradi. Chalab berdim, yiqilaymi botqoningizga, tovuq olib beraymi xo'rozingizga, yana bir narsa chiqish kerak-da, hech o'shanga ol quraymi buzog'ingizga, xatlar olib beraymi marog'ingizga, balig'ini beraymi qarmog'ingizga. Oxirgi to'rtta yana ga bo'lib tugagan bir narsa chiqsa beradi. So'zlarim kirmasa qulog'ingizga, sigingiz qoqlaymi o'rtog'ingizga. تتذوق لذة خاصة في الكلام الذي يوافق بعضها بعضا ويجعلها منتظرا. hali insonni muxotabni nafsini o'sha she'r shunaqa narsaki intizor qilib qo'yadi. Nimaga ila kalamin akhar misli, o'ziga o'xshagan yana bitta kalomga muntazir qo'yadi. Yana shunga o'xshagan gap gapirdi. Fa iza sami'at ba'da zalika al-bayt al-akhar, hali bir qator gapdan keyin yana bitta baytni eshitsa, ma'a zalika at-tawafuq, tipadagi muvofiqlik bilan birga. Tipaga yana muvofiq, kengaytgan tipaga muvofiq kelyapti. Wal insijom bayna ajro'i, ajzolarning o'rtasida bir-biriga bog'liqlik bor haligi she'rda. Bittasi shunga o'xshab ketadi. Va tahaqqaqa al-amru al-muntazir, intizor qilgan ish ro'yobga chiqsa. Va tahaqqaqa al-amru al-muntazir, intizordagi muntazir bo'lingan ish ro'yobga chiqsa. Yana shunga o'xshagan gap bo'lsindir, yana bitta shunaqa gap chiqdi haqiqatda ham. O'ylagan narsasi ro'yobga chiqdi. Nima bo'ladi? Tazo'afat al-lazzatu inda zalika. Hali shu vaqtdagi lazzatga yana lazzat qo'shib, o'zi bitta baytda o'zi chiroyligidir. O'sha yerda o'zi lazzat hosil bo'ladi. Unga yana bitta shunga o'xshagan bayt qo'shib qo'ygan bo'lsa, lazzat yana ziyodalashib ketadi. Tazo'afat al-lazzatu inda zalika. ولما كان البيتان مشتركين في قافية واحدة. ikkita bayt eshitding, ha? Vaqtiki ikkita bayt bitta qofiyada sherik ekan. Bunisi ham oxir nima bilan chiqib, bunisi ham oxir nima bilan chiqib. O'z birinchisini o'zi masx bo'ladi buni. Yana bitta qo'shildi. Izodatil lazzatu salasat azafin. Demak bu lazzatga o'zi bitta eshitganligi o'zi lazzatidir. Orqasidan yana bitta eshitganligi lazzatidir. Ikkovining qofiyasini yana bir xilligi u alohida bitta lazzatidir. Ikkovining qofiyasini bittaligi lazzatga uchinchi bitta lazzatni qo'shadi. 3 barobar lazzat ketadi, debdi-da. Izodatil lazzatu salasat azafiha.
hali 300 efir 3 barobar bo'lib ketadi lazzat endi. Demak, fatamattu val iltizaz bil abyad, demak mana shu baytlarni eshitgandagi mazza qilishlik, tamattuan yoki iltizoz lazzatlanishlik bi hada sirri, mana shu sir bilan, ya'ni shu bir-biriga muvofiqlik bilan bu nima bu lazzatlanish? Fitratun qadima, eski bu fitrat bu. Futirat nas alayha, odamlar shu fitrat ustida yaratilgan. Yaratilganda shu fitrat bo'lganki, men chiroyli narsani eshitsa inson o'rgatmagan bir tog'da o'sgan, o'sha ham mazza qilaveradi eshitgan. Va ashabul amzijati salima min ahli al-aqwal mu'tadila min ahli al-aqalil mu'tadila. Mu'tadil iqlimlar ahllaridan salomat mizoj sohiblari. Ya'ni mu'tadil joyda yashaydi, odam yashaydigan joyda yashaydi. Ro'yda gap tushmaydigan jinnilar emas u. Mu'tadil iqlimlar ahllaridan salomat mijoz sohiblari. Ya'ni jinni bu masalada maqsadi salomat mijoz ham salomat bo'lsa, bu gaplarga muttafiqun ala zalik. Shu gapga ittifoq qilganki, ya'ni hammasi ham mazza qiladi demoqchi. Shunga ittifoq qilgan. Ya'ni lazzatlanishga ittifoq qilgan. Lazzatlanish kerak deb biladi, o'zi ham lazzatlanadi. Summa hadathat ba'da zalika mazahibu mukhtalifa. Keyin o'sha insonlar boshida o'zi lazzatlanadi, keyin sekin-sekin muxtalif mazhablar paydo bo'ldi. Rusum mutabayina, bir-biriga zid rasm odatlar paydo bo'ldi. Nimada rasmlar paydo? Fi tawafuqul ajzob fi kulli baytin min al-abyad. Baytlarni har bitta baytini ajzolarini muvofiq kelishligida turli mazhablar paydo bo'ldi. Ya'ni bittasi hamma she'r aytish uslubi boshqacha bo'lib ketadi demoqchida. Bittasi bir xil ajoyib bir bayt ketuvi bor, o'qilishda masalan baqiyalar boshqacha bir bayt aytadi. O'shanaqa mazhablar paydo bo'ldi. Faqat shurutul qawafil mushtarika baynal abyad. Masalan, baytlarning o'rtasidagi mushtarak qofiyalardagi shartlar ham boshqacha bo'lib ketdi. Birov qofiyasi boshqacha, birov aytgan qofiyasi boshqacha bo'ldi. Hal arabu indahum zawabit va usul bayanaha al-khalis. Masalan, arablarning she'rni aytishlikda, she'rni qofiyasini bitishlikdagi qonun qoidalari borki, uni Halil ibn Ahmad bayon qilgan. Ular o'zicha bir qoidasi bor. Wal hunud yattabi'una qonunan yahkumu fi bihi saliqatuhum al-lughawiyya va qarihatuhum al-fitriyya. Yo hindlarda ham olsangiz, ular ham bir she'r aytishlikda bir qonunga ergashadilarki, unga lug'aviy ularning saliqasi, istidodi, yoki qarihatuhum al-fitriyya, fitriy ularning o'zlarining tabiatlari, xilqiy tabiatlari unga tobi bo'ladi shu bir qonunga. Ya'ni ularning ham o'zini xilqatidan, o'zini lug'atidan kelib chiqqan o'zicha bir xos she'r aytish uslublari bor. Lekin haqiqiy vazn bor hammasida endi. Shu va hakaza ixtor ahli kulli asrin waz'an fi min al-azza. Ya'ni har asrning ahli o'zicha ixtiyor qilgan bir vaz'lardan, bir qonunlardan bir va'zni ixtiyor qilgan va salaku maslakan min al-masalik. Mazhablardan bir mazhabga yurgan. Ular hammasi ham she'r aytishga o'ziga yarasha uslubi bor. التوافق التقريبي هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم. مختلف الكلام المنظوم. turlicha ixtilofli manzum, ya'ni nazmlik she'riy gaplarni o'rtasidagi amr mushtarak u taqribiy tavofuqdir deyapti. Taqribiy tavofuq masalan nima deydi? Va idza aradna an nantazi'a min bayna hadhihi ar-rusum wal-madahib mukhtalifa amran jami'an. Shuncha mazhablar, muxtalif mazhablar, shu o'tgan aytilgan rasm odatlari, hind o'zga yarasha rasmi bor, she'r aytishda, arabcha hammasi. Shundan bir narsa andan taziya bir sug'ur olmoqchimiz. Amran jomiya. Hammasida topilgan nimasi bor? Bir amr jomiyani sug'ur olsak, hammasi topilsin shu narsa. Mushtarak ekan, sheriklik bo'lsin demoqchida. Adab bunisi boshqa deb, hammasini bitta o'xshagan taraf bo'ladi-ku, o'sha nima o'shani oqtarsak deydi. Va ta'ammalna sirr al-muntashira shamila fiha. O'sha turli rasm odatlardagi mazhablardagi shomil muntashir tarqab ketgan bir sir haqida o'ylasak. Hammasining bir sir borki, hammani lal qoldirish, hindcha she'rda o'qishdan boshqa millatdan bamaza qilyapti. Vajadna annahu huwa at-tawafuq at-taqribi. Shuni bir-biriga taqribiy tavofuqi bor. Taqribiy tavofuq bor. Hammasi bir-biriga o'sha rasm bir tahqiqiy muvofiq bo'lsa ham taqriban deydi o'zida. Taqriban lekin bir-biriga muvofiq. Lag'ay, boshqa narsa emas. لأن العرب مثلا عربlar vaznda yastamil mafailun mufta'ilun degan vaznda ishlatiladi. Mustaf'ilun degan vaznda o'rniga. Yana bitta harf tushib qoladi. Va ya'tabiru fa'ilatun badala fa'ilatun. Fa'ilatun degan gapni o'rniga fa'ilatun ishlatadi. Fodan keyin alifni tushirib qo'yib ishlatadi. Vafqal qoida, shu qoidaga muvofiq ularda. Va yaj'aluna muwafaqat zarbi baytin bi zarbi baytin akhar. Va muwafaqat aruz baytin bi aruz baytin akhar amran muhimman. Bir baytni zarbini
ikkinchi baytni zarbiga, ketuviga, urushiga-da jarangdorlik bor-ku. Va muvafaqat aruz baytin bi aruz baytin. Bir baytni aruzini ikkinchi baytni aruziga, ya'ni vaznini amran muhimman, ya'ni muhim ish deb hisoblaydi bular arablar endi. Va yujawizuna zihofatin kathir fil hashfi bi xilaf shu'ara al-fasl. Hashf bir baytni ichini aytadi. Baytni ichida zihofatlar qilishlikni durust deb biladilar. Endi zihofat bir harflarni tushirish. Masalan, Fatima ya Fatim deydi. She'rda ichida masalan, bitta harfni tushib zihofatlarni vaznni buzib tushishlikni otini, hali tushdiku. Shu zihofatlarni arablar durust deydi. Bi xilaf shu'ara al-fasl shoirlar degan joiz demaydi lekin. Fa inna zihofat indahum mustahjana. Chunki zihofatlar vaznni buzishlik ularda nazarda mustahjan, xunuk ish u forslarda. Va kazalika tastahsin al-arab kawn al-qafiyat fil bayt qubura. Masalan, bir baytning oxiri qubura bo'lib tugadi. Va fil bayt al-akhar munira bo'lib tushdi. Mana shuni chiroyli deydi ular. Ro bo'lib tushdi. To'g'ri deydi. Bi xilaf shu'ara al-ajam. Arab ajam shoirlar unday demaydi lekin. Muni qubura dedimi? Quburodan rodan oldingi bittasida vov, narigisida yoda o'shani joiz demaydi bular. O'shini ham bir xil bo'lish kerak. 2 5 ta harf oxiri bir xil bo'lish kerak deydi-da. Ular oxiridagi ro bo'lsa bo'ldi arablar. Shuni chiroyli deydi. Va hada yara shu'ara al-arab anna hasil daxil nosil mana shularni hammasini ko'ring mana. Oxirida vazni bir xil fa'il vaznida kelyapti-da, keyin lom bor. Shuni min qismin vahid shu bir qismda ketgan gap shular deydi. Ya'ni bir xillarcha chiroyli gap deydi. Bi xilof shu'ara al-ajamdagi arab ajam shoirlar bu ko'nmaydi. Chunki lomdan oldingi har bir xil emas deydi. Oxir lom bo'lsa ham, oxir kasrali, oxirdan oldingi kasrali harf bo'lsa ham, lekin o'sha harf o'zi ham bir xil bo'lishi kerak deydi. Vazn chiroyli chiqish uchun deydi. Va kazalika wuqu'u kalimatin wahida bayna shatra'il bayti bihayth yakunu nisbuha fi as-sadr wa an-nisf al-akhar. Yana aytaylik, bitta kalima deydi. Bir kalima voqi bo'lib qoladi baytning ikki shatrining o'rtasida. Bihayth qanday bo'ladi? Bihayth yakunu nisbuha fi as-sadr al-awwal. Birinchisi bir yarmi sadr avvalda bo'ladi, ikkinchisi nisf al-akhar fil ajl bayt ikkinchi qatorda bo'ladi. Bundan o'sha va muhayyan kashamsi min kamuzi'u deydi. Ka bu tarafda o'qiladi arablarda. O'sha bitta kalimani kazal wuqu kalima wahida bayna shatrayil bayt. Bayt ikki tarafda voqea bo'lib qoladi. Qanday bo'ladi? Bihaysi yakunu nisfuha fi sadri bitta nisfi avvalgi sadrda bo'ladi, nisfi oxir esa ikkinchi yarim esa fil ajli. Ajzdir keyingi baytda aytadi. Ikkinchi baytda bo'ladi. Sahihun indal arab. Shu arablar nazarda joiz, la indal ajab. Ajablar shu narsa joiz demaydi. Baribir to'g'ri keladi. Endi keldi bir kimda nima deb ketyapti-ku, baqa o'tdi. Va fazlakatul qawli kullu gap xulosasi nima? Anna al-amma al-jami' al-mushtarak bayna al-kalam al-manzum al-arabi wal-farsi. Arabiy va farsi nazmlik kalomning o'rtasidagi mushtarak ish nima? Ya'ni bir ish bor, ikki mushtarak ish bor. Manzuma kalomi arabiyda ham bor shu narsa. Manzuma kalomi farsida ham bor. Ikkovidan bu topgan narsa nima? Huwa tavofuq taqribiy. Taqribiy muvofiqlik bor. La tavofuq tahqiqiy. Tahqiqiy tavofuq bor. Haqiqatda tavofuq yo'q edi. Yaqin bir taqriban, taxminan lekin o'sha yerda tavofuq bor. Shu narsa bor ikkovidan. Faqat waza'a al-hunud awzan shi'rihim ala adad al-huruf. Masalan, hindlar va'z qilgan she'rlarning vaznlariga huruf adadlariga muvofiq qilib sanab qo'yganda edi. Sanab qo'yadi. Bidun mulohazatil harakat va sakanat. Harakatiga ham qaramaydi, sakanatiga ham qaramaydi. Oxirdan oldingisi buni harf bo'lsin, oxirdan oldingisi kasra bo'lsin demaydi. Harf bir xil qolsa bo'ldi. She'rlar. Va hay aydan tamnahu lazzatan va halawatan. Bu ham o'zicha lazzat beradi, bu ham o'zicha halovat beradi. Bu masalan arablarda vazniga tushmasa, qolma yo'q. Lazzat bo'lmaydi. Bunda ham lazzat bor. Va qasamiyana ba'zi ahli al-badawa. Ba'zi ahli badovatlarni, sahroiylarni eshitganmanki, yaqtoruna fi tagridotim biha kalamu tawafq bitawafq taqribi. O'zlarining tagridotlarida, ya'ni ashlalarida ixtiyor qiladilar. Qaysi ashlalariga allazi yatalazzazuna biha o'sha bilan o'qib mazza qiladilar. Ular nima ishlatadilar? Kaloman mutawafiqan mutawafiq taqribi. Taqribi yaqin bir-biriga muvofiq bo'lsa bo'ldi, farqi yo'q. Bir harf to'g'rimi? Shuna hatto shunaqalarni eshitganman. Darvoza maqol bo'shab qolsa ham bo'ldi o'sha mazmun. Aw radifan taratan yakunu kalimatan wahidatan va ukhra yazidu alayha. Vahida ko'rganman radifan. Radif kalomning oxirgi nimani aytadi? She'rdagi oxiridagi so'zda radif deydi. Radifan taratan yakunu kalimatan wahidatan. She'rda oxirida 10 qator she'r esa, hammasi oxiri bitta gap bilan tugaveradi. Bir xil. Vaholanki bu shoirlar she'ri
oxirgi harfga o'xshaydi, lekin bitta kalimani qaytara olmaydi-da. O'sha bitta kalima qaytarilaversa ham maza qilib o'tiraveradi bizdagilarda, deyapti. Uni qalanni eshitganman hatto deyapti. Va uxro yazid alayha. Ba'zilar bitta kalimadan ziyoda bo'lib qoladi. Va yunshiduna ham masalan qasad. Lekin o'qishda qasidalarga o'sha o'quvlar. Biz o'zbek shoirlar bor, juda ko'plar chiqadi. She'r tilga o'xshamaydi, o'zicha shu bilan she'r o'ylaydi-da. Qasidaga o'xshab o'qiradi. Va yatalazzazuna biha, o'sha bilan ham lazzatlanadi. Va likulli qawmin uslubun xos fi kalamil nazm kullu yabshaki. Har bir qavmda ham o'zini nazmli gaplarida, ya'ni she'rlarida o'ziga yarasha uslubi bor. Zo'r gap gapirgan ekan. Qur'on to'g'risida gapirganda solishtirgan ekan, zo'r ochib qo'yganda. Qur'on nimasi o'xshaydi mana shu ishlarga? Tavofiq taqribiy bor hammasida ham deganda. Tavofiq tahqiqiy emas deydi. Tahqiqiy bir narsa emas, o'xshab. Hamma shoirlar bir she'r bir-biriga o'xshaveradi-yu. Lekin nasib 100% o'xshamaydi. 100% harfi bir xilda chiqmaydi. كما قال وما اتفاق الأمم على الالتزاز بألحان ونغمات وتحقق اختلافهم في قوانين تغريبهم وأساليب تلحيقهم ووضع اليونانيون عددا من الأوزان يسمونها المقامات واستنبطوا منها أصواتا وشعابا ودونوا لأنفسهم أصواتا وشعبا ودوروا لأنفسهم فنا مبسوطا مفصلا وكذلك وضع الفنود ستة نغمات تفرعوا منها نغيمات قد رأينا أهل البدوة منهم الذين لا يعرفون هذه المصطلحين فتنوا بحسب سليقتهم لتأليف الكلام وتلحينه وتغنوا به من دون أن يضبطوا له الكليات ويحصروا له الجزئيات. وإذا حكينا الحدث بعد هذه الملاحظة لم نجد الأمر المشترك سوى التوافيق التقريبي ولا غرض للتقليل العقلي إلا بذلك المنتزع الإجمالي ولا حمله في تفاصيل. Xuddi shunday tamom ummatlarning ittifoqlari voqea bo'lgan. Tamom ummatlar ittifoqlashgan. Nimaga? Alal iltizaz bil alhon va nag'amot. Hammasi ham lahn o'qiladigan bo'lsa, nimalar? Xush ovoz deganida, xush ovoz zaiflar o'qisa, ovozni xushligiga ham, nag'amotlarga ham, muzikalarga ham lazzatlanishga ittifoq bor. Har qanaqa odam ham nishon bo'lsa, muzikani eshitsa, chiroyli ohang eshitsa, hammasi ham lazzatlanadi. Va tahaqqaqa ixtilofuhum fi qawanin tagridihim. Lekin hammalarining ham ixtiloflari lekin tahaqquq topgan, ittifoqlashgan, lazzatlanishgan. Nag'amotga lazzatlanamiz deb ittifoqlashgan go'yoda endi. Kelib qo'yamiz demaganda ittifoq. Ya'ni hammasi shu narsa topiladi demoqchida. O'zlari bilmagan holda topilib qolgan ularda shu narsa. Tahaqqaqa ixtilofum, lekin ixtilof tahaqquq topilgan nimada? Fi qawanin tagridim, ashla aytishlik qonunlarida va asolibi tahlilihim, xush ovoz narsalarda, xush ovozli bilan bir narsani o'qishlik uslublarida ixtilof lekin bor. Bittasi boshqacha o'ziga yarasha ohangni eshitganda toji o'qiyapti deysiz masalanda. Tojida o'zining ohangi bor, o'ziga o'zining ohangi. Hind boshlaganda o'zi gapini tushunmasa ham ketuvidan balki hindligini bilib oladi deydi. Shu yerda ixtilof bor lekin deydi. Lazzatlanishga kelganda hammasi lazzatlanadi, lekin bu bittasi boshqa narsadan, bittasi boshqa narsadan lazzatlanadi. Lekin hammasi lekin nag'madan lazzatlanadi. Vaqad vaza'al yunaniyuna adadan min al-awzan. Masalan, yunonlar o'sha nag'malarga, alhonlarga o'zlaricha vaznlar va'z qilgan avzonlari yusammuna al-maqamat. Maqamat o'zimizda shash maqom deydi-ku. Shash maqom bilan o'zlar. Maqamat deydi shuni otini ular yunonlar. Vastanbatu minha aswatan va shu'aban. O'sha o'zlarining maqomlaridan bitta asosiy qism maqomat tayyorlab olib, u maqomlardan keyin savutlar, har xil shu'balar, yana nimalar bo'limlar undan ular istinbot qilib chiqargan. Vadawwaru li anfusihim fannan mabsutan mufassalan. O'zlari uchun alohida muzikada bir kompozitorlik qilib turib, alohida bir mabsut rosa keng bir mufassal fanni ular tadvin qilgan. Olib chiqadi. Va kadalika wada'al hunud sittata nag'mat. Masalan, hindlarda ham 6 ta nag'masi bor. O'sha shash maqom, shash degan oldi-ku. Ularga ham. Va farra'u minha nughaymat. O'sha nag'amotlardan kichkina nughaymalar yana. Kichkina nimalar, ashlacha nimalar, har xil maqomchalarda go'yo tafriq qilib chiqargan. Va qad ra'ayna ahlal badawati minhum. Ahli Hindiston ahllaridan ahli badovatlarini ko'rganman. Ya'ni sahrolarni ko'rganman. Sahrolardan allazina la ya'rifuna hadal mustalahayn. Hali istilohlarni birortasini bilmaydi. Nag'amotini ham bilmaydi, nughaymatini ham bilmaydi, qonunni bilmaydi-yu. Tafattanu lekin topganlar ular bi hasabi saliqatihim, o'zlarini saliqalarini hasabi bilan, saliqalar bilan topganlar nimani? Li ta'lifil kalam va talhinihim. Ular
kalomni bir-biriga ulashlik, ta'lif qilishlik va talhini uni lahn bilan o'qishlik ular o'zini zehni bilan yo'l topib olgan ba'zi. O'qigan aytgan narsasi o'sha yozgan maqomatlarga o'zini muvofiq kelib qolaveradi. Masalan, hozir biz aytadigan she'rlar ham o'sha arablar aytgan qofiya vazonlariga tafsir qaysidir aruz vazniga tushar o'zimiz bilmagan holda. Aytgan she'rimiz ba'zi o'sha arablarning vaznidan chiqib ketolmaydi. O'tishga o'xshaydiki, ular ham shu ahli badovatlarni eshitganman, o'quvlar, ashlayotib yuraveradi, va o'sha hind nimasiga tushaveradi va ohangiga. Biroq uni o'rgatmaydi, shunaqa vaznda o'qigan ashlaydi deb. Va tag'annu bihi, ashlaydilar o'sha vaznlar malaliga, nuqaymalar bilan. Min duni ayyazbutu lahul kulliyat, hali kulliyatlarni zabt qilmasdan turadi, qonunlar, qoidalarni bilmasdan turib. Va yaxsuru lahul juz'iyat, ya'ni juz'iyatlarni mayda-chuyda qonunlarni hasr qilmasdan turib, bilmasdan turib ham o'qiradilar. Va idza hakamna al-hadsa, vaqtiki biz o'zimizni hadisimizni, zirakligimizni, ya'ni aqlimizni hokim qilsak, ba'da hadil mulohaza, shu mulohazalardan keyin aqlimizni ishlatsak, aql nima deydi? Lam najid al-amr al-mushtarak siwa tawafuq taqrib. Yana gap aylantiryaptiki, hammasida topilgan nima ekan? Ish deydi, tawafuq taqribiy bor, bir-biriga, taqriban bir-biriga muvofiqlik babi bor deydi. Wala gharaz lil aql illa bi zalika al-muntaza al-ijmali. Xullas aqldan aql uchun nima g'araz bor, maqsad bor? O'sha ijmoliy muntaza sug'urilib chiqarilgan narsa bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bu nima degani? Hamma nuqaymotlarni, hamma alhollarni yig'ib turib aql ichidan bir narsani chiqardida, maqsad nima? Hammasi topilgan narsa nima edi? Tavofiq bor. O'sha tavofiqdan boshqa maqsad yo'q aqlga. Aql o'zi shunga mazza qilar ekan aslida. Aynan hindistonligi uchun yoki arablik uchun hammasida topilgan o'sha nag'amotlarda topilgan tavofiq bor deydi, bir-biriga muvofiqlik o'shanga mazza qiladi. Wala hammalahu fi tafasil al-qawafil murdafat al-mawsula. Aqlda deydi, hech unligi radiflik oxiri bir xil bo'lgan qofiyali bir-biriga mavsula ulangan tafosillariga ham g'am tashvishi yo'q, buni e'tibori yo'q. Wala yuhibbu az-zawq as-salim illa tilka al-halawat al-maghza. Aql zavq salim yoqtirmaydi illa haligi maghza nomiga o'sha bo'lgan halovatni yoki azubatul xolisa, xolis azubatni, shirinligini yoqtiradi xolos. Boshqa narsa kerak emas aslida. Ayni arablik bo'lganligi uchun emas, o'sha bir-biriga muvofiqlikni yaxshi ko'radi. Wala alaqata lahu bi tawilil bahri va madidihi. Bahr degani vazn degani. Vaznni uzuni bilan kaltasi, madidiyu, tavili degan narsa bor. Kengi, uzuni, unga nimasi yo'q, buni aloqasi yo'q. Ya'ni aylantirib gap aytyaptiki, bularga vazn, qofiya, mofiya hech narsa kerak emas. Aruz kerak emas aql salimga. Aql salimga oxiri bir xilda tugagan chiroyli gap bo'lsa bo'ldi. Shuni isbotlab beryapti endi. Ham o'zicha bir vazn tuzib olavergani, aslida gap o'sha vaznda emas deydi. Aytadigan she'ri o'sha vaznga tushganini o'zi ham bilmaydi deydi. Bunga shu oxiri bir xil qilsa bo'ldi deydi. Uni vazn mana shu qoidaga muvofiq chiqdi deydi. Qoida ikkinchi darajali odamlarga. Aytgan gapi keyin qoidaga tushsa, tushmasa qizig'i yo'q. يجي أعمدي بصف النهائي. حدثنا الشيخ نصير أحمد خان الموقر رئيس المدرسين في الجامعة المجلد الأول. بخاري كملنا ما قلنا. بس جامعة إجازة بقولنا هم طلبة دي بان طلبة آخر جيل كمان آخر جيل أتلقي. بس الشيخ نصير أحمد خان نقل جامعة مدرسة المدرسة باش مدرسة. birinchi jildlar Buxoriy. Ikkinchi jildni Shayx Abdul Haq Azami bildi. Ikkovlar nima deyishgan? Bizga rivoyat qildilar Husayn Ahmad Madani deydilar. Ustozlar. U kishi ma'rufiki Shayx al-Islom nomi bilan mashhur bo'lganlar. Hozir nomlarini Mavlana Ashar Madani dadalari bu kishi. U kishi aytdilar haddathana Shayx Mahmud Hasan ma'ruf bi Shayx al-Hind. U kishi Shayx Hind ibn nomlar chiqqan zot menga ruxsat berdilar Buxoriydan deydilar. U kishi aytdilar haddathani Shayx Muhammad Qosim an-Nanutubi deydilar. Ma'ruf bi Hujjat al-Islam مؤسس الجامعة مدرسة المؤسسة قال وشتله حدثنا شاه عبد الغني مجددي ديده قال حدثنا الشاه محمد إسحاق دهلوي قال حدثنا الشاه عبد العزيز محدث دهلوي قال حدثنا مسند الهند محمد أحمد الشهير بولي الله ابن عبد الرحيم الفلسفي الدهلوي حماسة لكن كورسانجيزة هايون قلسة صحيح مسلم يكتمه صحيح مسلم لكن واردر الشهير بولي الله الدهلوي سنان أبي داود لكن كورسانجيزة كتابه حدثنا الشاه محمد حدثنا الشاه ولي الله دهلوي أبي داود هذا قط olan بقى bu adam da hayran kalırsa Sunan Nasai'ninkine kursa Vali Allah Dehlevi bunu kursa İbn Majah Şah Abdülaziz Dehlevi oğulları bu Şah Vali Allah Dehlevi Muvatta-i Malik Şeyh'in
Ana shoh valiylar deyiladi. Muvatta Maliki, Muvatta Imom Muhammadga ana boshqa Kashmiridan keyin Shayul Hind yana borib deb ham boradi. Hadisna validi shoh valiylar deyiladi. Hamasiga katta odamlar, o'ta katta kishilar shu. Haqiqiy ma'noda muhaddis bo'ladi. Zo'r muhaddis. Shohning ko'zini oldiga o'tganlarga yillari Abdullarga hammasi bo'lsa, uni katta Imom shu Boburga nimasi bo'lgan? Buni yorasi. Ya o'sha kimda o'tganda? Yorasi kim bu? Yunon olamga bo'lsa kerak. Olamga. Shuni valodatlari azim Mo'g'ul podshohi Avrangzeb Olamgirni vafotidan 4 yil oldin bo'lgan ekan. 1114-yilda. Shu yil o'tdi, 310 yil o'tdi tug'ilganlarga. 1114. 414 bo'lsa, 300 yil o'tdi. Po'lat degan joyda tug'ilganlar. Devan gapmi? Po'lat. Keyin shu nomlariga o'xshab shahar nomi o'zgarib hozir o'tgandan keyin Xittay vali bo'lib qolgan. Xittay vali nomdan keyin borib Xittay vali katolik bo'lib ketgan. Katolik. Xittay vali katolik. Hindullar bor. Qabrlarni bilmaydi. Nima eng yaxshi ma'nosi nima? Hujjatlar bor. Hujjatlar eng katta kitoblarda arab tilidagi eng ko'p kitoblar. Arablar o'qiydimi? Arab imom. Mufassirlarni arablarda bor. O'shalarga mana shu kitoblar. Nima qiyin lekin. Shohlar dehlavida mana usul yaxshi bo'lgan. Shaxsiy. Ibodatlarda hikmatlar bor-ku. Hikmat bilan o'qiganda bu kishilar yozilmagan fan bo'lganda o'shanga qiyin bo'lib ham qolgan. O shartni ochganimiz kerak o'sha. Chaq ochadi lekin. Yozgan odam kuchli-ku, ochdi kerak. Shuning uslubi oldin mana ko'radi shaxta. Shaxta oldin ko'radi. Shaxta yo'ladi. Hayron bo'lasiz. U dars berganda shu narsani foydali deb topgan ekanda. Bunday qiladi oldin o'tib buni o'qimasdan turib, matnni o'qisa ham oldin chiroyli qilib matnga qaramasdan turib og'zaki nimani beradilar. Darsda ham qilmaganda. Men aytib chiqdilarmi? Hadlar haqida xulosa hosil bo'ldi-da, endi matnga qaraylar. Matnga qarab turib, orqasiga matnni tarjima qiladi. Oldingisi matndan chiqmas, matndan ozgina chiqib turib, nima o'zbekcha qilib aytganda aytib qo'yadilar-da. Hidoyadan bu mana narsaqalar aytadilar. Keyin oxirgi lug'atlarni aytadi. باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية. يعلم أن للأرواح البشرية حضرة تنجذب إليها انجذاب الحديد إلى المغناطيس، وتلك الحضرة فيها حضرة القدس.
محل اجتماع النفوس المتجردة عن جلابيب الأبدان بالروح الأعظم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الوجوه والألسن واللغات، وإنما هو تشبه لصورة نوع الإنسان ففي عالم مثل أو في ذلك شو المثل ما توضيح في ديام المثل حتى هذا لما هي عالم صالح مثلا باش نخرج في مثال المغاير o'sha qiyin kitob bo'lganligi uchun nima qilinadi, dars qilinadi. Shuni ham tushunsa talabalarning himmati yaxshi ekan deymanda endi. Yaxshi. Oxirgiroq kurs o'qitadi, hujjatulloh al-baligha. Sharhi rahmatullohi alayhi. Muftiy nimalar bor-ku, tafsirlar. Shuni ham foydalan oxirida yozlar hujjatulloh al-balighadan foydalangan. Shin qaragan arabcha bo'lib hintani bilaman. Ya arabcha bor bu. Vatn arabchada tavhidda bafalar, ikki mujallad bafalar. Bir mujallad bafalar nimada? Shaxsdan usul bo'lib kerak endi. Arabcha degan shaxsiy ekan. أيعلم أن المسكين إذا عنت له حاجة وتضرع إلى الله فيها بلسان المقال أو الحال قرع تضرعه باب الجود الإلهي. bilinki deydi miskin vaqtiki unga hojat paydo bo'lib qolsa, kambag'al bo'lsa, Alloh